Hyundai Sonatani bunaqa tiniq NF kuzovdagisini ko'rganmisiz? To'shni ko'rmagansiz. Ko'plari qirilib ketgan, dinozavr davrlaridan beri haydaladi. Bu mashinalar sababi 2006 mi 2007 da bu kuzov tugagan, yo 2007 midi. Xullas, mashinaning sostenasini bitta ko'ring. Mana qarang. Tiniq bo'lib turibdi. 156 ming kilometr radnoy probegi. Holatlarini yaxshilab qarang. Kamera sizga yaxshilab yetkazib bera olmayotgan bo'lishi mumkin. Shu darajada tiniq, shu darajada chiroyli holatda bo'lib turibdi. Shaxsan o'zim haydaganman bu mashinada. Ishoning, yuraveradi. Faqat shu benzinini qo'yib tursangiz bo'ldi. Kraskasi bitta shu mashi chap tomon krilosida bor ekan, qolgan joylari toza deb aytibdilar. Ikkinchi qo'l ekan, birinchi qo'l odam avtosalondan olib haydab, bularga sotgan ekan. Mana qaranglar. Tiniq bo'lib turibdi. Ko'zingiz bilan kelsangiz shunaqa приятный mashina, shunaqa tiniq. Narxi bilan qo'yibmiz. 2006-yil 156 ming kilometr yurgan, 2.4 litrli atmosferniy motor. Hamma joylari zo'r bo'lib turibdi. Narxi $8,900. Bosib yuborsanglar bo'ladi.